qilishini tarbizni olib qoling mana tarbizlar qara. Bozorda Afg'onistonda o'g'il tarbiz bo'lmaydi. Voy mashallah, mashallah, mashallah. Yaxshi desam keling. Ey mashallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot media kanalini ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsingiz. Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga. Mana bugun kunlardan ham shanba 2025-yil 7-iyun Afg'onistonda Qurbon bayrami qanday bo'lib o'tadi, shuni ko'rsataylik dedik, birodarlar. Bizni ko'rib kuzatayotgan Rossiyadagi musofirda yurgan akalarimiz va ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz va O'zbekistondan birodarlarimiz bizni kuzatayotgan musulmon mu'minlarga Afg'oniston nomidan chin qalbimizdan Qurbon hayitini muborakbod etib qolamiz. Bo'lmasam birodarlar, videolar bilan videomiz yoqsa bitta like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Videolar bilan. Assalomu alaykum hamma vatandoshlar, salom aytgan hayitlarga ma'rifat Arabistonda, Turkiyada, Eronda, her yerde var Afganlar. O'zbekistonda erkek kishida Afgan bo'lsa, men tarafdan hayitni ma'rifat aytgan. Assalomu alaykum. Hamma vatandoshlar salom, O'zbekiston xalqidan salom, Turkiyadan salom, hamma xorij kishida yashagan musofirlarga salom. Bo'ldi, mana oldim. Voy. Assalomu alaykum Davlat og'a. Men teklama hamma o'chma. Hayitlar marak bo'lsin. Sizning kamera hayitlar qabul bo'lsin, marak bo'lsin. Halol edi. Neri bo'l? Qayt mantiqa bo'lya? Pul to'qiy hozir bo'lmadi. Usvat shu deb, ha? Hazar to'qiy bo'lmadi, hadar to'qiy. Qurbon bayram bo'lib yotaymi bu yerda? Baxir inshaalloh. Bizlarga ko'rgan O'zbekistondagi muxlislarga aytadigan so'zlaringiz bormi? Muxlislarga. Salom hayitlar, marakli davlat bay tarafdan hayit marak bo'lsin. Baxir inshaalloh O'zbekiston bayramini hamkorlik etsin bizlarga. Sudan ardan bersin. İnşallah. Buran adamlar men tarafdan salom, yetirmene salam. Aleyküm selam. Ana şahmosa işte her Özbekler kelsin meni qaçmasın o şahba. Tegishdan ham ishdan. Mana do'stlar, tarvuzlar ham kelib, mana ko'rganingizdek sotilmoqda Afg'onistonning eng mashhur shirin tarvuzlaridan. Maşallah, maşallah. Mana do'stlar, tarvuzlar kilosi qanchadan bo'ldi buni? Tarvuzlar kilosi 10 rupiy bo'ldi. 10 afg'on, 10 afg'on mana. 2000 so'm bo'ladi O'zbekiston so'miga, maşallah, maşallah. Afg'oniston tarvuzdan yeb ko'rmadim demanglar, armonda qoldim demanglar. Mana do'stlar, birodarlar, tarvuzlar ham juda yaxshi, shirin tarvuzlar mana ko'rganingizdek. Eng yaxshi tarvuzlardan mana Afg'onistondan. Bu qayerdan kelgan Afg'onistonga Davlat og'a? Bu Afg'onistonning Mozor Sharifdan kelgan. Ha, Balx viloyatidan kelgan ekan mana Balxning tarvuzlari do'stlar. Mana shunday tarvuzlar. Rahmat Davlat og'a. Tashakkurlar. Allohga omonat bo'ling. Alaykum salom. Inshaalloh kelib turing bayramlarga. Xo'ra, so'q O'zbekiston arzon bo'ldi, e'lon bo'ldi. Aytlar. Arzon bo'ldi, so'q O'zbekiston, qurma xo'ra, sho'rva xo'ra. E'lon bo'ldi, gal. Ha, assalomu alaykum. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, mana buni nima deb aytadi? Bu piyolani kattasi sho'rva ichiladigan. Mana Afg'oniston puliga 35 afg'oniston ekan, ya'ni 3500 so'm. Bir donasi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Hayot Media. Bugun Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanida bo'layotgan hayit jarayonini sizga ko'rsatib o'tamiz. Sizning ham va barcha ahli musulmonlarga, musofirdagi aka, uka, opa, singillarga kirib kelgan Qurbon hayitingizni tabriklab qo'yamiz. Sizni mana hayit ayonini bugun sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hamrohimiz Zayniddin bloger. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hammang Mana do'stlar, ko'rganingizdek, Qurbon hayiti barcha musulmon ahliga muborak bo'lsin. O'qigan namozlaringiz ham Alloh taologa qabul bo'lsin. Mana Afg'onistonda Qurbon hayitlari qanday bo'lib o'tmoqda? Shuni bir mana videoda batafsil ko'rsataylik dedik birodarlar. Inshaalloh videomiz yoqadi degan umiddamiz. Videomiz yoqsa videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. İnşallah har bir like'ingiz biz uchun muhimdir birodarlar.
Mana shunday en sara videolar bizning kanalimizda bo'ladi. Har bir laykingiz muhim. Yaqin qarindoshlaringizga ham tarqatib qo'yinglar. Afg'onistonda hayit namozlari qanday bo'lib o'tadi inshaalloh. Mana birma-bir ko'ringlar birodarlar. Nadan oldu tadbirlar? Mana tarvuzni ham 1 kilosi 2000 so'mdan ekan. 12 o'g'animi? 1 kilosi 2000 so'm. Mana bu ko'rganingizdek. Bıçağım elimde, hamlım görüyorum. Mana do'stlar, hamma hozir jami jo'shlik bilan 7 yoshlardan 70 yoshlargacha kelgan bolalar mana o'yinchoqlarni olib ketmoqdalar. Mana ko'rganingizdek, hayit bayram, Afg'oniston qurbon hayiti. Bir kes uçalpara. Mana do'stlar, bizning qishlog'imiz bundan ham narida bir chekkakorimiz bor, lekin bu bozorga esa shu uzoq ko'rib ketmaydigan mana shu bozorga kelamiz. Narigi bozorga ham ketib inshaalloh video tayyorlab kelamiz inshaalloh. Ha do'stlar, Qurbon hayiti shunday bo'lib o'tadi bizlarda. Namozdan ham chiqdik, hozir namozni o'qib keldik. O'qigan namozlaringiz muborak bo'lsin. Barcha musulmon mu'minlarga Qurbon hayiti Afg'oniston nomidan chin qalbimizdan muborakbod etib qolamiz. Yana birozdan ketib inshaalloh qurbonlik ham so'yamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa inshaalloh. Mana bu yerda morojniy ham bor ekan, morojniy. Narx-navolarni aytib o'tirmaylik do'stlar, hammasi o'yinchoq, mana shunaqa o'yinchoqlar sotadi. Narx-navolarni ko'rsatib o'tirmaylik dedik. Mana shunday bozor birodarlar. Assalomu alaykum, men musulmon o'g'illar. Keling, qurbonlik hayitlaringiz muborak bo'lsin. Mana do'stlar, inshaalloh narigi bozorimizni ham ko'rsatamiz. Narigi bozorimiz ham qanday bo'lib o'tadi? Ikkita bozor bor, bir kichik, bir katta bozor. Ikkalasini ham inshaalloh birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Yaşa, doğru getirdinmi? Kamida g'alati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Здравствуйте, как дела, нормально? Mana do'stlar, bu bozorimiz ham eng katta bozorimiz. Mana bu yerda ham odamlar juda ko'p keladi. U narga o'z qishlog'imizdagi bozor. Bu ham mana shu qishlog'imizga yaqin eng katta bozorimiz. Ariqbotir qishlog'ida joylashgan. 7 yoshlardan 70 yoshlargacha hamma kelgan mana. Mana yosh bolalar hammasi xursand, mana hayitga kelgan, maşalloh. Mana tarvuz, marvuz, nima xohlasangiz bor, xullas.
Mana do'stlar, bozorimiz ham gavjum. Hamma bozorda hozir. Va alaykum salom, dayom teklama. Qaytlar marak bo'lsin. Allah qaytsin. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, inshaalloh videomiz yo'qadi degan umiddamiz, birodarlar. Musofirdagi yashayotgan akalarimiz va akalarimiz, opalarimiz va singillarimiz Afg'oniston nomidan yana bir bor Qurbon hayitingizni muborakbod etib qolamiz. Inshaalloh videomiz yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Videomizga o'z fikr va mulohazangizni qoldiringlar. Har bir likingiz biz uchun muhim, birodarlar. Like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda odamlar soni ham shuncha ko'p bo'ladi. Bizning zahmatimizga inshaalloh zahmatimizga yarasha like'laringizni ayamaysizlar degan umiddamiz, birodarlar. Mana bu yerda pishgan tarvuzlar ham bor ekan. So'yilgan tarvuzlarni ham ko'rsatamiz hozir. Hozir jajji qizaloqlar o'yinchoqlar olgan. Hamma xursand, maşallah. Mana bizning qishlog'imizdagi Qurbon hayitda bo'lib o'tadigan hayit, Qurbon hayiti, birodarlar. Barcha musulmon mu'minlarni o'qigan namozlari Allohlarga oyda qabul bo'lsin do'stlar. Mana bizlar ham hozir namozdan chiqdik. Qurbon namozidan o'qib hozir mana kunlardan ham bugun shanba 2025-yil 7-iyun. Mana birodarlar, hozir Afg'onistonning eng shirin va eng yaxshi tarvuzlardan hozir mana Dehqon akamiz yoniga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayitlar marak akajon. Alhamdulillah, muborak bo'lsin. Alloh qilsin. Baxayr bo'lsinmi? Alhamdulillah. Mana Afg'onistonning dehqonchiliklarida mana shunday yaxshi tarpullar, shirin tarpullar bo'lyapti. Ey maşallah. Ha, dehqonlar shunday ko'rsatdi. Ey maşallah. Ha. Bunlar mana shu yerda Afg'onistonda bo'lin bo'l. Ey maşallah. O'zbekistonning hamsoyasida. Ha. Gaplar. Ha, bu yaxshi tarpullar bu yerda dehqonlar qancha arzon beriyor. Merdimni xo'sh etmek için. Merdimler bundan xo'sh bo'liyor arzon bersa. Dehqonlara ishlat qalanim yo'q. Avagata ko'tindan boshqa menasat qilmadim, sondadan merdim buni shul haytda merdim arzon beriyor. Qancha?
Teşekkür. Nereden oldu men kulusu day? Kulus Kilo nereden? 10 og'anan bo'ldi, kilo 10 og'ana. 2000 so'm ekan do'stlar, mana O'zbekiston so'miga 2000 so'm bo'ladi. 10 Afg'ondan Afg'oniston puliga eng yaxshi tarvuzlardan mana. Rahmat aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanali ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsiz. Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga, Hayot Media kanalining ashaddiy muxlislari yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qurbon hayidingiz muborak bo'lsin. Yetib kelgan Qurbon hayidini Afg'oniston nomidan butun dunyo olamiga chin qalbimizdan muborak etib qolamiz. Mana bugun kunlardan ham shanba 2025-yil 7-iyun Afg'onistonda Qurbon bayrami qanday bo'lib o'tadi, inshaalloh hammasini birma-bir ko'rsatamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Inshaalloh bundan ham zo'r eng sara videolar sizlarni kutmoqda birodarlar. Har bir like'ingiz bizlar uchun muhimdir. Bo'lmasam birodarlar, biz ham videoni shu yerda to'xtatamiz. Mana ko'rganingizdek Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'ida Qurbon hayitlari qanday bo'lib o'tadi, inshaalloh birma-bir ko'rsatib o'tdik. Videomiz yoqadi degan umiddamiz. Allohdan xonadoningizda fayz va baraka, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Yuzingizda kulgu tabassum erimasin ilohim. Har bir yerdan bizni kuzatayotgan musofir yurtda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimizga Qurbon hayitini muborakbod etib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.